bitta o'rtancha avtomobil narxida sizlarga 5 sotuvli tayyor hovlimizni obzorini qilib bermoqchimiz. Surumda Mahkambog'i mahallasida joylashgan. Yo'l yuzidan 800 metr, Sergeli, ya'ni Yangi Hayotdan 4-5 kilometr masofada joylashgan ushbu obyektimizni fasadi 20 metr, uzunasi 25 metr. Xonadonimizga kirib ko'rishingizda o'rtoqlar, naq 4 ta mashinaga vez mo'ljallangan. Xonadonimiz 2022-yilda qurilgan, odam yashamagan, faqat remontlari kosmetika, o'zingizlarni didinglarga qarab avtorskiy proyekt qilsanglar bo'ladi. Obyektimizga kirib ko'rishimizda birinchi xonamiz oshxona, navbatdagi xonamiz hol bilan zal studiya qilingan. Keyingi xonamiz spalni xonamiz. Har bir xonamizda sirkulyatsiya oynalar mavjud o'rtoqlar. Balandligimiz 3 metr. Navbatdagi xonamiz yana bitta spalni o'zini собственный sanuzeli bilan. Polностью g'ishtdan va shlakoblokdan qurilgan xonadonimiz o'rtoqlar. Hovlimizning maydoni to'g'ri burchak o'rtoqlar. Imoratimizning tagida 3 ta xona yana mavjud. Sokolli etajimizga vходimiz отдельный, undan tashqari kotelniy xonamizga ham отдельный vход qilingan o'rtoqlar. Maydonimizda letniy kuxnyalarga, tashqi sanuzellarga joy qoldirilgan. Vezimizni ko'rib turganingizda juda ham katta. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 38500 AQSh dollari belgilandi. O'zingizlar tushundinglar, juda ham arzon. Shoshib qolinglar, sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etamiz.